siz xiyonat qilyapsiz. O'ylaysizki, bu narsani hech kim hech qachon bila olmaydi va bu narsa siz uchun har doim bekitqichi bo'lib qoladi. Lekin siz bilmaysiz bumerang qonunini, ya'ni ko'zgu qonunini. Siz xiyonat qilayotgan bo'lsangiz, keyinchalik sizga sizning uyingizda yaqinlaringiz, sizning o'g'lingiz yoki sizning kuyovingiz sizning qizingizga xiyonat qiladi. Bu qonundan hali hech kim qutula olmagan. Shuning uchun xiyonat qilayotganingizda birinchi galda keyinni o'ylang. Hamma meni kechirdi yoki bu narsalar hammasi yoshlikda qolib ketdi deb o'ylasangiz, bu narsa aksincha har doim qaytariladi. Yaqinlaringiz va farzandlaringiz aziyat chekishini xohlamasangiz, hayotingizni izga solmoqchi bo'lsangiz, huzurimga keling va biz bu chalkashlikdan chiqishga harakat qilamiz.